Amir Temur Iskandar Zulqarnayn qurgan Yajuj va Majuj devorini ko'rganmi? 1393-yil Eronning shimoli-sharqiy tog'lari. Amir Temur o'z lashkarini Xorasondan Gurgon tog'lari sari boshladi. Bahorning sernam havosi tog'lar orasini tuman bilan to'ldirib, yo'llarni yashirib yuborgan edi. Kutilmagan joyda yo'l ko'rsatuvchi karvon boshlig'i to'xtadi. Yo'lboshchi, "Hazratim", dedi xavotir bilan. "Oldimizda bir sirli to'siq bor. Bu yerliklar uni devori qadim deb atashadi. 100 yillardan beri hali hech kim uni bosib o'tmagan." Amir Temur otini to'xtatdi. O'zining eng ishonchli sarkardalaridan biri Shayx Nuriddinni chaqirdi. "Devormi? Temirdanmi?" dedi Temur. "Ha, qo'mondan", dedi sarkardalari. Tog' orasida, xuddi osmon bilan yer tutashgan joyda qora temir va mis bilan qoplangan ulkan devor bor. Hech qanday eshik va zinapoyalar yo'q, dedi sarkardalari. Temur chuqur o'yga cho'mdi. Qur'onning Kavf surasidagi Zulqarnayn haqidagi oyatlar esiga tushdi. Bu devor, bu timsol, balki o'sha Yajuj va Majujga qarshi qurilgan o'sha ulkan devormi? dedi-yu o'ylanib qoldi. Ertasi tongda Temur shaxsan o'zi bir necha lashkarlari bilan devor tomon bordi. U tog' tepasida haybatli, jimjit va o'ychan ko'rinardi. Uning yoni uzra qadimiy arab yozuvlari chuvalashib yotar, ayrim joylari zanglagan, ammo mustahkamligi saqlanib qolgan edi. Temur yuragini siqib kelayotgan savolni so'radi. Bu yerni kim qurgan? Bu qanday qudrat? Ulamolar yondashishdi. Qur'on oyatlarini tilovat qildilar. Bu yerlik keksa bir Eroniy shunday dedi. Bu yerda avval ham podsholar o'tgan, ammo bu devor Iskandariy Kabir davridan ham avvalroq deb rivoyat qilishadi. Kimdir bu devorni Qur'onning Zulqarnayniga bog'laydi. Siz esa zamonamizning Temuriysi bu haqiqatga yana bir guvoh bo'lib turibsiz. Temur devorga termilib turar ekan. Qattiq shamol yuzini siladi. U yuragini quvvatlantirib shunday dedi. Agar bu devor Zulqarnaynning asari bo'lsa, unda bu yer tarix bilan vijdonning chorrahasidir. Biz qudratni izlaganimizda odillikni unutmasligimiz kerak. Bu so'zlar bilan Amir Temur lashkari tomon qaytdi. Devorni buzgani yo'q. Qiziqsa ham sirli ramz sifatida hurmat bilan chetlab o'tdi. Uning uchun bu kuch emas, xotira edi. U Eron tomon yurishni davom ettirdi, ammo yuragida bir savol abadiy qolib ketdi. Zulqarnayn devori yovdan himoya bo'ladimi yoki inson nafsidan? Shu va shunga o'xshagan kontentlarimiz ko'payishini istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.